onajonlar, opajonlar, to'yga nima kiyaman? Ayni to'y mavsumida muzdekkina hamshtapil bo'lsin, yupqa bo'lsin deb qidirib yuruvmidinglar ko'ynak. Ayni bizda borda o'sha ko'ynak kelinglar opajonlar, ko'rsatib beraman. Shunaqa asal ko'ylaklarimiz yurganinglarda shunaqa tovlanib, tovusdek tilladek tovlanasizlar. Shunaqa asal ko'ylaklarimizni ketdik opajonlar ko'rsatishni boshlayman. Qaranglar bularning rasvetkalarini. Attiga 250 ming so'mdan opajonlar. 48 dan 58 60 gacha. Izumrudini qaranglar, chiroyliligini. Materiali italyanskiy ipek opalar. Mana qorasini sevuvchilar uchun, endi qorani vaqtisam ham bo'radi, hamma biladi. Ayni to'yga ipek materialni sevuvchilar uchun mazza qilib kiyiladigan fason. Toshlarini qaranglar, mana ranglarini qaranglar. Mana o'zim kiygan rangdan. Ayni mana bu ranglarimiz ham bahor va yoz faslini eslatuvchi ranglardan. Narxi 250 ming, razmer